Qizlar, hozir oyoq kiyim va ko'ylaklarni tanlashda eng ko'p qilinadigan xatolarni ko'rsataman va tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ringlar qizlar. Qarang, mana bu shtapel material, shtapel mato. Mana bu HB qattiq fakturali mato. Lekin biz bunga oyoq kiyim tanlayotganda adashadigan joyimiz, masalan, mana bu shtapel ko'ylakka taxminan mana bunaqa oyoq kiyim yoki mana bunaqa oyoq kiyim, umuman yopiq tipdagi kojniy oyoq kiyimlar, mayli bo'ling bejli rangda deylik, hozir bejlisini olib qolay. Taxmin mana bo'lsin. Mana umuman to'g'ri kelmaydi qizlar. Mana shunday ko'ylak bilan buni kiyib bo'lmaydi. Buni o'rniga biz bunga mana buni kiysak bo'ladi. Mana hozir qo'yaman yoniga. Mana bu qattiq fakturali ko'ylakka biz bemalol tufli kiysak bo'ladi. Shuni inobatga olinglar. Har doim qizlar, men juda ko'p ko'raman ko'chada shunaqa.